Assalamu alaikum. Urmatlı bizim mekendeşler, bizim kattalıçılar. Gökbörü sүйүүчүлөр, Аламан-Улак сүйүүчүлөр. Biz ошентип бүгүнкү болуп жаткан Өзбекстан Республикасы Наманган обласы Кашансай аймагында болуп жаткан Аламан-Улакка келип жеттик. Бул жерде балбандар даярдыктарын көрүүдө. Бир нече убакыттардан кийин улак башталуу алдында турат. Кыргызстандан келген балбандар, Өзбекстандагы Моңол айылынын балбандары. Бул Айтулуу Кабыл балбан. Айтулуу Кабыл балбан аракеттерин көрүүдө. Ош обласы Ноокат району Иса балбан. Аксыр Аждарчылы улаган Иса полвон. Жалал-Абад обласы Аксы району Ернис балбан аракеттерин көрүүдө. Елдар балбан аракеттерин көрүүдө. Navoiy marramizga oftakaga chopilyapti. Bir gilamga chopilyapti polvonlar. Улак башталды. Ошентип бүгүнкү 2024-жылдын 18-ci Markaziy tribinaga qarab yurasiz. Polvonlar markaziy tribinaga olib kelasiz takani. Markaziy tribinaga olib keling Navoiy marramizga takani. Grupasi, Otvoz polvonlari bugün mana bir chiroyli fayzli qilib uloq ko'pkari chopamiz. İnşallah bu ko'pkarimizda faqat halollik bilan chopamiz. Hech qanaqasiga g'irromlikka o'rin yo'q. Arqon, aparat degan narsalarda hammasini yig'ishtirib tashlaylik yigitlar. Mard bo'lib ot ustiga o'tirdingizmi? Mard bo'lib maydondan chiqib keting. Arqoningiz bilan takani anaqa o'rtashlab bilagingizni, qo'lingizni yuqoriga ko'tarib kelsangiz hech kimga yoqmaysiz. Men ko'rmay qolishim mumkin. Mana bu yerda minglab xalq o'tiribdi, minglab uloq ko'pkari muxlislari o'tiribdi. Mendan zo'r tushunadiganlar ham juda ko'p. Shuning uchun yüzünüzü yerga qaratmayda, bilagingizda kuchingiz bilan uloq ko'pkarini chopaylik. Faqat mana tagalar chopilgan. Taga faqat taqimda chopiladi, yoppada chopmaysiz. Do'mbiylar, yoppada borgan polvonga bermaysiz. Tashqariga chiqib ketib qolingan polvonga ham talon bermaysiz. Olib keldi, o'zim do'kon bo'ladi, jigarim bo'ladi degan narsa yo'q. Bayroqqa qarab turib, ana bu yerda ushsali bo'lmasin. Bayroq tushsa, ko'tarilsa, kuyib so'qlaydi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Xo'p. Urush to'polon qilish to'g'ri kelmaydi. Yangichasiga ham, eskichasiga ham biz qonun ustuvor davlatda yashayapmiz ekan, Xudo xolasa tinchlik bilan mana shu uloq ko'pkarini yakunlaylikda. Mana shu uloq ko'pkari bergan aka-ukalarimiz ham xursand bo'lib uloq ko'pkarimiz chiroyli bo'ldi deb xursandchilik bilan yakunlab olsin. Bu yerda ukalarimiz bor, Muzaffarjon akamiz, Maqsudjon akalarimiz, Alloh rozi bo'lsin akalarimizdan. Muzaffarjon akamizni dardlariga Alloh shifo bersin. Xudo xolasa tezda sog'ayib, safimizga qo'shilib, inshaalloh xursandchilik kunlarda yurishlik nasib qilsin. Tolibjon akamiz bor, bitta bemor ekanlari ham Xudo xolasa
ko'pkarimizni o'rtalarida bir duo qilamiz ukalarimizni. Xo'p. O'tkirjon aka bir duo qilasiz polvonlarni. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu bugun chiroyli mana o'qish polvonlarini ehson ulug'i. Avvalambor hammani xush kelibsizlar. Ming rahmat. Polvon akalar iltimos mana shu chiroyli o'tkazaylik. Muxlislar ham shu davraga tushmaydi pastga, tepada turinglar iltimos. Chunki mana shu o'zimizning obro'yimiz. Mana Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari, federatsiya xodimlari nazorat qilishadi. O'shanga iltimos, shu ko'pkari qancha chiroyli o'tsa, mana shu maydonimizda uloq yana davom etaveradi. Bir chiroyli duo qilaylik, keyin xo'ja aka mana shu uloqni boshlab bunaqa beradi. Ha ilohomin. Ilohim mana shu uloqlarimiz chiroyli o'tishligi doim nasib qilsin. Dardlarimizga shifo bersin. Polvonlarimizning bilagiga quvvat bersin. Shu yerda mana shu uloqni chiroyli ta'minlab beraman degan ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya, federatsiya xodimlarini ham hammasini tanjoni sog' bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bilan uloqimizni o'tkazib olish nasib qilsin. Allohu akbar. Mana xo'ja. Rahmat aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Polvonlar, mana bizning bo'yin tovonimiz yuqori marra bo'ladi, past chap tarafimiz pastki marra bo'ladi. Yuqori marrada siz turyapsiz-a? Bu pastki marradami? Hop, yuqori marrada siz aka. Sobirjon akamiz yuqori marramizda davomiylik qiladi, pastki marramizda Olimjon akalarimiz. O'rtanjon qaravaringlar. Qani polvonlar taka maydonga tushdi. Yuqori marramizga qarab harakatingizni qilaverasiz. Yuqori marramizga birinchi marramiz bir sarka atadik. Harakat qiling polvon. Harakatingizni qilaverasiz. Bo'ldi. Mo'g'olni polvoni Nurbek polvon Namangan shahar Sherzod bo'yida yangi 5 yulduz nomloti bilan bir sarkaga tashlagan polvonimiz, Mo'g'ollik polvonlarimiz Nurbek polvon omadlarini bersin. Habish akamiz o'g'illari, qani Husniddin polvon mahkam bo'ling. Pastki marramizga taka ko'tarildi. To'raqo'rg'on Husniddin polvon. Sherzodbek qo'llab bo'lsin, omadlarini bersin. Namangan shahar Sherzodbekni yangi yulduz 5 yulduz nomloti bilan Nurbek polvon birinchi marramizga bir sarkaga tashlab kelyapti, omadlarini bersin polvonlarimiz. Hali polvonlar navbatdagi marramiz bir gilam borasiz, dazmol podsavka bilan qaytasiz. Taka ko'tarildi yuqoriga. Hali polvon mahkam bo'ling. Navbatdagi 3-chi marramiz, pastki marramizga ham, yuqori marramizga ham gilamga chopamiz. To'raqo'rg'on Oqtosh Avazbeyda yangi 002 nomloti bilan tashlayapti. Bizning o'g'illari Avazbeyda yangi 002 nomloti bilan Husniddin polvon bir gilamga tashlab omadlarini bersa polvonlarimizni. Cholponbek Mo'g'ol Oqshakamiz o'g'illari Cholponbek polvon Hamidxon Soliyevni
Ataman nomloti bilan Kosonsoy Hamidxon So'rovdi Ataman nomloti bilan bir dazmol podsavkaga tashlagan polvonimiz, Mo'g'ullik polvonlarimiz Cholponbek polvon omadlarini bersa, Aqsh polvon o'g'illari Aqshakamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Yurtga bir katta to'y bergan akalarimiz. Qani Qurbonbek polvon mahkam bo'lay. Qani oxiriga mahkam bo'lasiz. Qani To'raqo'rg'onda polvoni mahkam bo'lasiz. Harakat qiling polvon. Pastki marramizga taga e'tiborda. Manoydan Solim keldi, To'ramirza Hoji bobomizdan, Shohruxbek o'g'illaridan 1 million 1 gilam keldi, omadlarini bersin. Shohruxbek akamiz. Pastki marramiz polvoni Qurbonbek polvon To'raqo'rg'on omadlarini bersin. Ravshan Qassobni Qaldirg'och nomloti bilan 1 gilamga tashladi. To'raqo'rg'on mashhur otvo'zimiz Ravshan Qassobni yangi Qaldirg'och nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Qurbonbek polvon. Hali polvon mahkam bo'ling, taka ko'tarildi qori. Hali qari oxiriga mahkam bo'ling. Namangan shahar Zohidjon hojidan tez sarka keldi, omadlarini bersin. Navbatdagi 4-marra solimlari 1 gilam borasiz, 1 sarka bilan qaytasiz. Elomon polvon, Qirg'iziston Ko'ktosh, Mehmon Ali akamizning farzandlari Kosonsoy Yusufjon Hoji bobomizni Lofarik nomloti bilan omadlarini bersin. Elomon polvon yuqori marramizga 1 gilamga tashlab kelyapti. Qirg'izistonlik mehmonlarimiz Kosonsoy Yusufjon Hoji bobomizni mashhur Lofarik nomloti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Marralar qo'llab bo'lsin, otvozlarimizga, polvonlarimizga qo'llab bo'lsin. Taka ko'tarildi pastki marramizga. Qani polvon mahkam bo'ling. 1 gilam borasiz, 1 sarka bilan qaytasiz. Qani mahkam. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Oxiriga mahkam bo'ling. Qani polvonlar harakat qiling. Pastki marramizga taka borgan. Harakat qilamiz. Kosonsoy Avazbek polvon omadlarini bersin. Qirg'iziston Eminjon akamizni universal nomloti bilan Eminjon akamizni universal nomloti bilan Kosonsoylik polvonlarimiz Avazbek polvon pastki marramizga 1 gilamga tashlab kelyapti, omadlarini bersin polvonlarimiz.
Osimboy akamizga ham katta rahmat. Mana shunday polvon yigitlarni tarbiyalagan Qosimboy akamizning farzandlari Avazbek polvon Emil akamizning oti bilan Qirg'izistonda oti bilan tashladi polvon. Yuqori marramiz nima bo'ldi Quvonbegi? Aylantirib chopasiz. Aylantirib choping. Uzoqroq aylantiring. Hisobmas, uzoqroq aylantirasiz. Uzoqroq aylantiring. Uzoqroq aylantirasiz polvon. En az çuro'ya. Navbatdagi marramiz 5-marra solimlari. Bir gilam borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Hali polvonlar harakatingizni qilaverasiz. Azlar yuqori marramizga polvonlarimiz Eldor polvon, Botirjon polvonning o'g'illari Eldor polvon omadlarini bersin. Nayana, Namangan shahar, Sherzod boydi xon lavloti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Botirjon polvonning farzandlari Eldor polvon, Bo'g'onli polvonlarimiz Namangan shahar, Sherzod boydi xon lavloti bilan tashladi. Omadlarini bersin. Birinchi marramiz yuqorisiga ham sarkaga Nurbek polvon Sherzodni Davonbegi tashqariga chiqdimi? Akulalar tushdi. Chiqmaganmi? Qani polvon harakat qiling, tashqariga chiqmagan taka bajonlarimiz chiqmagan dedi. Qani Qurbonbek polvon mahkam bo'ling. Qani Oskar bilan mahkam bo'ling polvon. Yangi ot bilan Qurbonbek polvon. Oxiriga qadar mahkam bo'lasiz. Ko'pkarimizning 5-marra solimlari chopilyapti. Pastki marramiz ham, yuqori marramiz ham gilamga chopilyapti. Harakatingizni qilaverasiz. Omadlarni bersin Qo'qon Salang Tohirjon hoji akamizni yangi Oskar nomloti bilan Qurbonbek polvon bir gilamga tashlab kelyapti. Omadlarini bersin.
Murodjon hoji aka shogirdlarni xalqqa bir duo qilasiz aka. Ovozlarini bersin. Polvon bey polvon chiroyli marra qildi, omadlarini bersin. Hali ilamo polvon mahkam bo'lasiz. Hali Qirg'iziston Ko'ktosh. Oltinchi marra solimlari bir katta Termiz tifol bilan borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Harakat qiling polvonlar, harakat qilasiz. Sen 6-chi marramizga qadar 2-chi marrasini tashlab kelyapti. Yana Kosonsoy Yusufjon hoji akamizni 5 yildir sinovloti bilan mehmonona polvonni farzandlari Ko'ktosh, Qirg'iziston barcha uloq ko'pkari maydonlarida birday ot choptiryapti. 5 yildir sinovloti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Navbatdagi marramiz bir katta Termiz tifol bilan borasiz. Bir gilam bilan qaytasiz. 6-chi marra solimlariga chopilyapti. Marralar qo'llanmasan omadlaringni ber. Bemalol ikkita qo'lda ko'tarib taqimga bosib chopaverasiz. Taka ko'tarildi. Qani dengiz Silbora maydon egalari. Mahkam bo'ling. Muxlislardan iltimos qilamiz. Faqat yuqorida, qirlarda tomosha qilinglar. Maydonga tushib olgan piyodagilar, yuqoriga ko'tarilinglar. Ko'tariling. Ro'parada turgan sizdan ko'taring. Pastki marramiz chopilyapti. Bir katta Termiz tifalga chopilyapti polvonlar. Qaytarib, pastga chopilyapti, pastga taga yetmagan. Elamon qaytar, pastga yetmagan. Yana 5 yildiz bilan Elamon polvon. Qani polvon mahkam bo'ling. Qani Kosonsoyda 5 yildizi bilan. Qani oxiriga mahkam bo'ling. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Pastki marramizga taga yetib bordi. Yana Elamon polvon omadlarini bersin. Kosonsoy Yusufjon hoji akamizni 5 yildir sinovloti bilan tashladi, omadlarini bersin. Bir katta Termiz tifalga qo'llab olsin. Elamon polvon 3-chi marrasini tashlab kelyapti. Kosonsoy Yusufjon hoji buvomiz zoti bilan tashladi. Omadlarini bersin Kosonsoylik otibozlarimiz. Qani Husniddin polvon mahkam bo'ling. Qani oxiriga bir mahkam bo'lasiz. Qani g'olonli polvon. Husniddin polvon yuqori marramizga tashlab polvon omadlarini bersin.
Omadlarını versin To'raqo'rg'on, Dengiz, Tozlar, ertagalik Kesloga, ertagalik kunga barchalaringni Chortoq tumani Uchqo'rg'onga bir kunlik uloq ko'pkariga taklif qilamiz. Xudo xolasa 20-kuniga Andijon Karyerga barchalaringni taklif qilamiz inshaalloh. 21-kuniga Farg'ona Otchopar maydoniga taklif qilamiz. Jigarlarim gruppasi uloq ko'pkarisi. Tashlang balvon. Balvon tashlaring. Qirg'iziston Ernest Polvon yuqori marramizga bir sarkaga tashlab kelyapti, omadlarini bersin. Ernest Polvon Sarqiyon bilan Samatjon Hoji akamizni Sarqiyon nomloti bilan Ernest Polvon Qirg'izistonda oti. Qirg'izistonda polvonlari omadlarini bersin. Bir sarkaga tashlab keldi polvonimiz omad. Ernestga bitta sarkani berib beramiz. Ernest. Bolamı. Arifjon aka aeroportda Apollon nomloti bilan Lochin polvon pastki marramizga bir gilamga tashlab kelyapti, omadlarini bersin. Alisher aka aeroportda Apollon nomloti bilan tashladi. Yuqori marramizga Qirg'iziston bergan polvonimiz Jalol akamizni nabiralari Tog'abek polvon omadlarini bersin polvonlarimizni. Yosh umidli polvonlarimiz Nishonov Zohidjon akamizni Tillaqush nomloti bilan 8-marra olimlariga chopamiz polvonlar. Bir sarka borish, bir katta sarpo borish, bir gilam qaytish. Harakatingiz son qayerda? O'shdami? Nimalar kelmabdi? Manaslar. Ulargacha nimaga borishibdir? Farg'onaga? Farg'ona ochilmoqda. Olib chiqdimi edi, olmadimi? Olib chiqibdir manasi, olib chiqibdir. Endi olmasam olmaydi edi. Mana olib keldimi? Bu ham sizdanmi yo'q? Yo'q, buni tanib o'tganman. Mashinadan chiqqan bo'ldi. Sol ketdimi? Otabek polvon Chos maydonchani polvon omadlarini bersin. Qo'qon Uchko'prik Guliston Archa To'riq ot egalari G'ulomjon Hojibovimizni Qorramonchon nomloti bilan tashladi, omadlarini bersin Otabek polvon. Bir katta sarfaga tashladi, omadlarini bersin polvonlarimiz. Omadini bersin. G'ulomjon Hojibov Biz yaxshiroq bo'ladi o'lishga. Anundan bezopasli bo'ladi. Mana bir 5-6 she'ri bo'lmasa qiyin-da bu yerda. Xalqqa bir duo qilib, xalqqa bir tabriklab qo'ysin. Mana shu yurtning farzandi, Kasalsoyda farzandi. Sizlarda lider bo'lib turgani kim edi? Asadbek. Polvonlar. Polvonlar, muxlislar bo'lsinlar. Mana biz yoshlarga shuncha sayoratlarni qilib beryaptilar. Alloh ilohimlarga ming
qilib qaytarsin. Ichki ishlar xodimlariga ham rahmat. Qo'qalasalay Tohir Hoji amakimni yangi otlariga ham omad. Ilohim yiqilmasdan, surilmasdan yaxshi chopib og'illarga so'p borsin. Mana bitta yaxshi Karim tog'amlariga sermon. Falaklarning gardisiga bo'lib bezak, to'lmagan oyog'imda astadoli. Muxlislar ham ushtoq bo'lib kutsa kerak. To'raqo'rg'on Karim Bolvon mahkam bo'ling. El xalqqa katta jo'gari bergan Bolvon. Barcha yurtda birdek chopib kelgan Bolvon. Toshkentlardan eksa uchga solgan Bolvon. To'raqo'rg'on Karim Bolvon mahkam bo'ling. Halal bobom to'plab bergan otnining, chin tulporni vijdonli so'z otnining, bo'yinbog'i sabar bo'lgan chempion bo'lan To'raqo'rg'on Karim Bolvon mahkam bo'ling. Ustingizda qolib ketsin yolg'onlari, toplargandir chempionning qalqonlari. Havas qilar barcha yurtning bolvonlari, To'raqo'rg'on Karim Bolvon mahkam bo'ling. Tillarni to'ldirib turar qadami, qorni qor demaydi chin muxlislari, yoyi bulutni ham kelar alami. Bor bo'lsin ko'pkarining chin muxlislari, orangizda qizil vamlar yular, ijobatga yetar duolar yular, sovqat sabr birini quchoqlab turar. Bor bo'lsin ko'pkarining chin muxlislari, o'ylamang Asadbek Zafar Hoji qaramas bizga, sovqat sabr birini quchoqlab turar. Bor bo'lsin ko'pkarining chin muxlislari. Qani Asadbekka bitta qarsaylar bo'lsin. Kelajagimiz. Omadlarni bersin Asadbekga ham. Egalari, Zafar amakimni ham sog'ayib ketsinlar. Allah razı olsun. Sağolsun, sağolsun. Qani polvonlar harakat qilasiz. 8-marramiz yuqorisiga chopilyapti. Harakat qiling polvonlar. Aka yerda harakat qilasiz. Doğan beyler, karaylar. Qaysini tortishyapsa? Tegi. Tortishib turgani. Qani ichki ishlar xodimlari nazorat qilaylik. Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari. Hop, 10-marra sog'lomlari bir farqqa borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Ya 9-marra sog'lomlar ekan. Bir farqqa borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. Jo'xon. Bu pastki marrada nima bo'lyapti? Ular to'xtataylikmi? Pastiga davom beringlar. Voy, yopma chopish yo'q. Taqimda chopamiz, taqimda. Bo'ldi, chopaveramiz yigitlar. Mehmonlar uchun tana chopilyapti kana.
Maşallah, Mayli. maşallah. Tanani çapıllarız. Namanganda bo'lib жатқан Alamanbuloqda Qirg'izistondan kelgan palvonlar, mehmonlar uchun, mehmonlar uchun 9-marra solimlari bir sarka borish, bir gilam qaytish. Harakatingizni qilaverasiz. Zoirbek polvon pastki marramizga tashlab kelyapti. To'raqo'rg'on Ravshan Qossobni qaldirg'och nomloti bilan yangi qaldirg'och bilan tashladi. Bir sarkaga tashladi. Tulporusdan chiqadi? Fanog'ingizmi? Yo'q, Sizdan monobolga Qirg'iziston o'nta polvon omadlarini bersin. Kosonsoy Yusufjon Xo'ja akamizni yangi nomotdagi oti bilan, Bezil bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Qirg'iziston Umar polvon, o'nta polvon omadini bersin. Qirg'izistonlik mehmonlar hurmatli mekendoshlar, Ko'kböre suyucular, Alamanbuloq suyucular. O'zbekistonda bo'lib жатқан Alamanbuloqda Xitoyning aqmini bir yurtchilik paydo bo'ldi. Qirg'izistondan kelgan polvonlar Xitoyni to'xtatib qo'yib, yerga tashlab berishdi. Polvonlar Qirg'iziston İlyas polvon omadlarini bersin. Qirg'iziston İlyas polvon To'raqo'rg'on To'g'irjon Xo'ja akamizni Lexus'i bilan Qirg'iziston chempion polvonlarimiz İlyas polvon omadlarini bersin. Tuni kecha Toshkent, Piskent avtodromda bo'lgan ulog'imizdan Noloy marramizga tuyalarga tashlagan polvonimiz omadlarini bersin. İlyas polvon To'raqo'rg'on To'g'irjon Xo'ja akamizni
Lexus nomloti bilan tashladi, omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir gaz plitaga tashladi. Marralar qulluq bo'lsin. Qirg'izistondan kelgan muxlislarimiz uchun, polvonlarimiz uchun muzikalar qo'yilyapti, omadlarini bersin. Pastga borib, taka yuqoriga keladi, mikrofonga qarab yuraverasiz polvonlar. Mikrofonga yurasiz. Takani almashtiramiz. Maşallah maşallah. Kırgızistan'dan gelgen görmanlar üçün, polvonlar üçün Kırgızcha muzikanda qo'yib. Shunday ekan Müslümanı. Qirg'iziston baxtli. Yalanlangan Sherzod boyga 5 yildiz bilan tashladi baxtli onalarni bersin. Namangan shahar Sherzod boyga 5 yildiz bilan belgilarga tashlab kelyapti qirg'izistonlik polvonlarimiz. Baxtli onalarni bersin. Hojilarga boring. Hozakamizni oti bilan tashladi. Omadlar. Nazrali polvonda o'g'illari. İsa polvonum maşallah maşallah. Maşallah maşallah. İsa polvonum. Kırgızistan. O'sh oblasi İsa polvon. Ancha bo'ldi belgilanganiga e'lon qilsa, rahbarlari Xo'jakamiz bosh uloq ko'pkari tashkillashtirilgan. Xudo xolasa barcha sovrinlarimiz jonliqqa chopiladi. Sekinroq.
Lavkat Saliyeva, Qirg'iziston. İsa Palvon omadlarini bersin. Lavkat Saliyeva İsa Palvon. Pastki marramizga tashlab keldi polvonimiz. Jobirxon taxtachini oti bilan omadlarini bersin. Tayson nomli oti bilan tashladi. Jobirxon taxtachini Tayson nomli oti bilan Qirg'iziston. Mehmon polvonlarimiz İsa Palvon. Muzaffar hisobini qilib qo'ying. Yıllar polvonum, yalından ulak. Çöt. Qur'onbek polvon. Boturxon Mezirovkani 3-5 bilan Qur'onbek polvon omadlarini bersin. Bir gilamga tashlab kelyapti. Navbatdagi marramiz. Bir gilam borasiz, bir gilam bilan qaytasiz. 14-marramiz. Qur'onbek polvon pastki marramizga Boturxon Mezirovkani 3-5 nomli oti bilan tashlab omadlarini bersin. Maydonchani polvoni Cho'z Otabek polvondan Oqyoldan tushdi taka. Nuriddin harakat qiling-sizlar. Harakat keladi. Asadbek otdan kelgan. Daha jetmey qal, dermeye tat. Talashmasdan sallanni berib ketyapti. Hasan Saidov polvoni.
Hadi polvon mahkam bo'lay. Harakat qiling polvon. Ot anjomlari 200 ming so'mdanga chopilyapti. Yigitlar otni ushlashib yuboringlar. Chiqib ketib qolmasin, ushlashib yuboringlar.
Hayırlarını versin.